Assalomu alaykum. Yaqinimga tabrik kanalining kuzatuvchilari hamda muxlislari. Barchangizga yangi tong muborak bo'lsin. Mana shunday ajoyib nurli, nurafshonli va chiroyli kunda tavallud topgan Dadamatov Muzaffar akani bugun tavallud ayyomlari munosabati bilan aynan ajoyib tabrikni amalga oshirmoqchimiz. Bu safargi qo'ng'iroq emas, ajoyib tilnomalarni mana shu shaklda yetkazishni niyat qilgan qizlari Fotimaxon va Zuhroxon bo'ladilar. Bugungi ayyomi bilan qutilayotgan turmush o'rtoqlari Ruqiyaxon opani ham unutib qo'ymaylik. Keling, Muzaffar akaga atalgan chiroyli tilaklarni o'qib eshittirsak. Avvalambor, qadrli dadajonim, assalomu alaykum. Biz sizga bugun eng ezgu tilaklarimizni yo'llamoqchimiz. Siz bizga yoshligimizdan baxsh etgan mehringiz hamda mehribonchiliklaringiz uchun bir umrga minnatdormiz. Hamisha baxtimizga sog'-omon yurishingizni, chehrangizdan tabassum aslo arimasligini hamda kunlaringiz faqat va faqat baxtiyor onlardan iborat bo'lishini Allohimdan so'rab qolamiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin dadajon, biz uchun eng qadrli, aziz insonimiz siz, deganlar. Va chiroyli she'rni ham dadajonisi uchun qoldirganlar. Boshimdagi toj davlatimsiz, mirish jorim va savlatimsiz, mehri daryo va davlatimsiz, davlat shohim jonim dadam. Yomg'ir qorda soyalar bo'lgan, orzularga g'oyalar bo'lgan, zafarlarga qoyalar bo'lgan, davlat shohim jonim dadam. Yuzlaridan taraladi nur, tirikligi bizlarga g'urur, duolari ijobatlidir, davlat shohim jonim dadam. Tan jonlari bo'lsinlar omon, ular borki go'zaldir zamon. Hayot bo'lsa bo'lmaydi armon, mehribonim jonim dadam. Osmonimda oyim siz dadam, iymonlarga boyim siz dadam. Siz quyoshim, siz mening dandam, davlat shohim jonim dadam. Muzaffar aka aynan mana shu chiroyli she'rni va ajoyib til izhorlarini qizlaringiz Fotimaxon va Zuhroxonlar nomlaridan o'qib eshittiryapmiz. Qizlaringizning ajoyib tilaklari, ajoyib niyatlari, ota-onasini hajga olib borish orzulari amalga oshishlariga tilakdoshmiz. Aynan yaqinimga tabrik kanali jamoa a'zolari nomidan ham Muzaffar aka, biz sizni qutlab qolamiz. Hamisha oilangiz baxtiga sog'-omon yurishingizni. Hozir musofir yurtda ekansiz, barcha yurtdoshlarimiz singari sizni ham Allohim panohida asrashini Allohdan so'rab qolamiz. Hamda jufti halolingiz Ruqiyaxon opa ham sizni chin dildan qutlamoqdalar. Bugungi ayyomingiz bilan biz sizga nima deymiz? Baxt tilaymiz, uzoq umr tilaymiz. Hamisha sog'-omon yurishingizga tilakdoshmiz. Qadrdonlar, mana ajoyib tilnomalarni mana shu tarzda ham siz ham yaqinlaringizga yetkazib qo'yishingiz mumkin. Biz orqali barcha insonlar qalbiga iliqlik, muhabbat, mehr tuyg'ularingizni yetkazishga shoshiling. Yaqinimga tabrik kanali hamisha sizning xizmatingizda. Qay tarzda, qanday bo'lmasin, eng muhimi qalbingizdagi izhorlarni biz sizdan-da a'lo darajada yetkazishga harakat qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, omon bo'ling.